Tabs platformasining streaming bo'limi jonli efirlarni professional tarzda so'zlash va interaktiv elementlar bilan boyitish imkonini beradi. Sahifa 4 ta asosiy blokdan iborat. Birinchi blok – streamer rejimi. U efir vaqtida ortiqcha bildirishnomalarni o'chirish va jarayonni yordamchi moderatorlar bilan birgalikda xavfsiz boshqarish uchun xizmat qiladi. Ikkinchi blok – bildirishnomalar. Donat kelganda stream ekranida chiroyli rasm, maxsus ovoz va matnli widjetlarni aks ettirishga yordam beradi. Uchinchi blok – statistika. Efirdagi eng faol kuzatuvchilar va top donatorlar ro'yxatini real vaqt rejimida ekranga chiqarish uchun mo'ljallangan. To'rtinchi blok – maqsad sozlamalari. Muayyan bir reja yoki maqsad uchun mablag' yig'ish progressini ko'rsatuvchi panelni efirga joylashtirish imkonini beradi. Jonli efir muhitini o'zingizga moslashtirish uchun birinchi blokdagi o'chirib yoqgich tugmani faollashtiring. Ushbu rejim efir vaqtida Telegram bildirishnomalarini avtomatik ravishda to'xtatadi. Donatlarni boshqarish uchun mobil oynani ochadi. Xabarlarni ekranga chiqarishdan oldin saralash, ya'ni moderatsiya qilish hamda asosiy sahifada streamer rejimini aks ettirish imkonini beradi. Rejim ishga tushgach, o'ng tomonda moderatorlar paneli faollashadi. Ushbu maxsus havola yordamida yordamchi assistentlaringiz alohida oyna orqali xabarlarni nazorat qila oladilar. Bir nechta moderatorlar bir vaqtning o'zida turli qurilmalardan ishlash imkoniyatiga ega. Moderatorlar uchun mo'ljallangan maxsus havolaga o'tilganda, donatlar moderatsiyasi oynasi ochiladi. Tizim yashil indikator orqali panel faol ekanligini va joriy rejim qo'lda moderatsiya qilishga olinganini ko'rsatadi. Bu yerda kelib tushayotgan arizalar navbati va jami donatlar statistikasi real vaqt rejimida yangilanib turadi. Navbatda yangi xabar paydo bo'lganda, moderator uni efir ekraniga chiqarishni tasdiqlashi yoki rad etishi mumkin. Panelning ishlash tizimini o'zgartirish uchun o'ng yuqori burchakdagi sozlamalar tugmasi bosiladi. Ochilgan oynada donatlarni avtomatik moderatsiya qilish funksiyasini yoqish mumkin. Bu yoqilganda, kelib tushgan donatlar moderator tekshiruvsiz to'g'ridan-to'g'ri efir ekranida e'lon qilinadi. Pastroqdagi maydonda esa avtomatik ko'rsatish miqdorini belgilash imkoniyati mavjud. Ko'rsatilgan summadan yuqori bo'lgan donatlar filtrdan avtomat o'tib ketadi. Shuningdek, xabarlarga avtomatik ovoz berish rejimini ham so'zlash mumkin. Bunda belgilangan miqdordan yuqori bo'lgan donatlar tizim tomonidan avtomatik ravishda ovozli o'qib eshittiriladi. Kerakli minimal summa donatlarga avtomatik ovoz berish miqdori bo'limida raqamlar bilan kiritiladi. Sozlamalarni dastlabki holatiga qaytarish uchun qayta tiklash, kiritilgan o'zgarishlarni kuchga kiritish uchun esa saqlash tugmasi bosiladi. Bildirishnomalar jonli efir vaqtida ekranga chiqadigan donat widjetlarini boshqarish bo'limidir. O'ng yuqoridagi OBS uchun havola tugmasini bosish orqali maxsus havola nusxalab olinadi va uni stream dasturiga joylashtirish lozim bo'ladi. Chap tomondagi interaktiv oynada widjetning efirda qanday ko'rinishini oldindan tekshirish mumkin. Buning uchun o'yin foni rejimini yoqib, o'ng tarafdagi ijro etish tugmasini bosish orqali test donatlarni yuborib ko'rish imkoniyati mavjud. Har bir yaratilgan bildirishnoma yonida uni butunlay o'chirish yoki qalam tugmasini bosib, ichki sozlamalarni istalgan vaqtda tahrirlash panellari joylashgan. Har xil summadagi donatlar uchun alohida dizayn va ovozli yangi widjetlarni yaratish maqsadida pastdagi shart qo'shish tugmasi bosiladi va qo'shimcha sozlamalar bo'limiga o'tiladi. Shart qo'shish tugmasi bosilgandan so'ng yangi bildirishnoma yaratish va uni noldan sozlash sahifasi ochiladi. Birinchi navbatda nomi maydoniga widjet uchun tushunarli nom yoziladi. Ko'rsatish vaqti bo'limida bildirishnomaning ekranda aks etish soniyasi, o'ng tomonda esa ushbu shart ishga tushadigan minimal donat summasi ko'rsatiladi. Bildirishnoma rasmiy bo'limidagi fayl yuklash tugmasini bosish orqali efir ekrani uchun tayyorlab qo'yilgan rasm yoki GIF animatsiya yuklab olinadi. Fayl hajmi 10 megabaytdan oshmasligi lozim. Matnlarni vizual jihatdan to'liq o'zingizga moslab olish uchun har bir panelda keng imkoniyatlar mavjud. Bu yerda siz shrift turini tanlashingiz, matnni chiziqli, qalin yoki kursiv shaklga keltirishingiz, uni ekran bo'yicha joylashtirishingiz hamda matnning o'zi va uning foni uchun istalgan ranglar palitrasini belgilashingiz mumkin.
Eng muhim jihati matnlar uchun maxsus harakatlanish effektini tanlash imkoniyatidir. Animatsiyasiz deb yozilgan menyuni ochish orqali donator ismi va xabar matni efirda paydo bo'lganda chiroyli uslublarda harakatlanishi uchun kerakli animatsiya turini tanlab ko'rsatishingiz mumkin. Endi audio hamda ovozli tizimni batafsil sozlashni ko'rib chiqamiz. Buning uchun ikkita alohida bo'lim ajratilgan. Birinchi bo'lim bildirishnoma ovozi deb nomlanadi. Menyuni ochganingizda tizim tomonidan tayyorlab qo'yilgan qiziqarli va original ovozli audio effektlar ro'yxati chiqadi. Bu yerdan tayyor variantlardan birini tanlashingiz mumkin. Kimdir soqqa qilyapti hozir. Agar o'zingizning shaxsiy audio effektlaringiz yoki musiqangizni o'rnatmoqchi bo'lsangiz, yonidagi yuklash tugmasini bosib, kerakli audio faylni tizimga yuklashingiz mumkin. Ikkinchi bo'lim esa donat xabarlarni ovozli o'qib eshitish uchun xizmat qiladi. Platformada har qanday tilda yozilgan matnlarni erkin o'qiy oladigan ovozlar mavjud. Streamingiz xarakteriga qarab, ushbu ovozlardan birini tanlash imkoniyatingiz bor. Salom. Donat uchun tashakkur. Har bir bo'limda maxsus slayderlar yordamida audio effekt va nutq ovozi balandligini alohida sozlashingiz hamda ijro etish tugmasini bosib, ularni efirdan oldin tinglab ko'rishingiz mumkin. Barcha kerakli vizual uslublar, animatsiyalar va ovoz sozlamalari tanlangach, bildirishnomani faollashtirish uchun pastdagi saqlash tugmasi bosiladi. Navbatdagi interaktiv element statistika blogidir. Bu yerda ham o'ng yuqoridagi maxsus tugma orqali OBS dasturi uchun havola nusxalab olinadi. Chap tarafdagi oynada esa tanlangan format va ma'lumotlarning efirda qanday aks etishini oldindan ko'rish mumkin. Sozlashni boshlash uchun widjetga ixtiyoriy sarlavha berishingiz mumkin. Ma'lumotlar turi bo'limida esa efirda nima aks etishini tanlaysiz. Bular eng ko'p qo'llab-quvvatlaganlar uchun top donatlar yoki eng oxirgi kelib tushgan xabarlar uchun so'nggi donatlar ro'yxatidir. Ma'lumotlar to'planadigan vaqt davrini, masalan, bir hafta uchun, ekranda ko'rinadigan donatorlar sonini hamda statistikaga kiradigan minimal donat summasini raqamlar bilan belgilash imkoniyati mavjud. Ko'rsatish usuli bo'limi orqali statistikaning efir ekranida paydo bo'lish formatini tanlashingiz mumkin. Tizimda har xil uslub taqdim etilgan. O'ng tomonda esa animatsiya davomiyligi soniyalarda kiritiladi. Widjet interfeysini vizual boyitish uchun sarlavha hamda donat matnlarining shrift turini, ranglarini va fonini alohida to'liq sozlash mumkin. Barcha sozlamalar yakunlangach, test donat yuborish tugmasi yordamida widjetni tekshirib ko'rishingiz hamda saqlash tugmasini bosib, o'zgarishlarni kuchga kiritishingiz mumkin. Streaming sahifasidagi oxirgi interaktiv blok maqsad so'zlamalari bo'limidir. Bu yerda ham o'ng yuqoridagi OBS uchun havola tugmasini bosish orqali maxsus havola nusxalab olinadi va stream dasturiga joylashtiriladi. Chap tomondagi oynada siz belgilagan maqsadnoma hamda yig'ilishi kerak bo'lgan mablag'ning efirdagi ko'rinishi aks etadi. Maqsadni tanlash menyusi orqali oldindan yaratib qo'yilgan maqsadlardan keraklisini belgilab ko'rsatishingiz mumkin. Mavzuni tanlang bo'limi orqali esa mablag' yig'ish panelining vizual dizayni va uslubiy mavzusini streamingiz interfeysiga moslab o'zgartirish imkoniyati taqdim etiladi. Muhim qoidaga ko'ra, efir ekranida bir vaqtning o'zida faqat bitta maqsad ko'rinishi mumkin. Agarda yangi maqsadni tanlasangiz, tizim LinkedIn bio sahifasidagi avvalgi maqsad ko'rinishini avtomatik ravishda o'chiradi. Barcha parametrlar tanlangach, maqsadni jonli efirga chiqarish va o'zgarishlarni faollashtirish uchun pastdagi saqlash tugmasi bosiladi.